biz uni. Asal ketingizni ko'tarsangiz, harakat qilsangiz topsa bo'ladi-ku. Qilamiz. O'zingga nima yeymiz? O'zingga har kuni toqqa chiqib toza havoda 8 oyoqni 7-oyog'idan xohlasanglar stek, xohlasanglar shashlik qilishinglar mumkin. Bitta savolda u 8 oyoqni 7-oyog'ini qanday aniqlaymiz? O'ngdan chapga sanaymizmi yo chapdan o'ngami? U sizning muammongiz, xohlasangiz anosini yeng. Nimasini? Kallasini, 8 oyoqli kallasini deyapti. Sani kallangga sani kim diyetolog qilgan? Ha, sani diyetangga biz o'lamiz-ku ochdan. Kitni go'shtini yediydi men jinni. Ha, tovuqni go'shtiga pul yo'q ket deydi. Vobshe ozmayman. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Saidni o'g'li. Ha. Mana shu qishing o'zim bir xil formada semirmaydi. Qanday sen unday qilasan uka? Amma yeyotgan ovqatim kaloriyasini o'lchab yuraman. Siz ham o'lchab yuringlar, umuman semirmaysiz. O qanday o'lchaymiz? Har kun tarozida o'lchab yuramizmi? Yo'q, hech qanaqa taroz kerak emas. Mana telefonda